هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 82. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende deyiktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 82. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula Kur'an üstüde fikir yürgüzmemdi. Eğer Kur'an müşrikler bilen münafıklar guman kılgandek Allah'tan gayrinin terpidin boğan bolsa, elbette onundan nurgun ziddiyetlerini tapkan bulattı. Müminlerge ait amanlıkның yoki korkunuşның birer havri ulağı yani münafıklar yetse onu tarqıtıdı. Eğer onu peygamberge ve ula yani müminlerin içindeki üstüdekilerge ma'lum kılsa, şu haberini çıkargıçılar onu yani şu haberinin hakiki ahvalini ulardan elbette bilivalattı. Ey müminler, eğer sizlerge Allah'ın merhameti ve fadlı olmasa idi, sizlerin azgını kişiden başkalarınla elbette şeytanlık ergişip getettinler. Kur'an'ın hakikenliki doğrusuda. Allah Teala ulanı Kur'an üstüde oylanışqa buyurup, onun oçuk ma'nilerini ve çonqur fikirlerini düşünüşten ulanın yüz örüşünü tosup, o hikmetlik medhiylengüçi Allah tarafından düşürülgenliki üçün onun da bir ayet bilen yeni bir ayetinin arlıqıda ziddiyet ve ihtilafının yokluğundan ulağa haber verip mındaqdaydı. Ula haqni tonuş üçün Kur'an'ni fikir qılmamdı. Belki ulanın dillerinde kulub var. Şunu ula düşenmeydi. Eğer Kur'an müşrikler bilen münafıklar guman kılgandek Allah'tan gayrinin terpidin boğan bolsa, elbette onundan nurgun ziddiyetlerini tapkan bulattı. Yani bunun da hiç kandak ihtilaf yoktur. Bu Allah terpidindir. Allah Teala bilimde toşkanlarının bu Kur'an'ın Allah terpidin düşürülgenliki doğrusudaki sözlerini hikaye kılıp mındaqdaydı. İlimde toşkanlar eytidi. Onunla işendik. Hemmisi Rabbimiz terpidin nazil bolgan. Bunu fakat akıl ilgileriyle düşünüdü. Yani Kur'an'ın içindeki müteşabih manisi iniq bolmagan ayetlerinin hemmisi haktır. Şuna ilimde toşkanlar bu ayetlerini mahkem manisi iniq bolgan ayetlerge qarab düşünüdü. Şunun bilen ula izip ketmeydi. Ama dillerinde egirlik var kişiler muhkem manisi iniq bolgan ayetlerini müteşabih manisi iniq bolmagan ayetlerge qarab düşünüdü. Şuna Allah Teala ilimde toşkanlarını maqtıdı. Dillerinde egirlik barlarını eyüpledi. İmam Ahmed Amr ibn Şuayb'den onun çoğun dadısının mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Men ve karindişim ikimiz bana onun ornağı bir kızıl töge bersimi tegişmeydiğen bir münazırı buluvatkan orunda olturduk. Men ve karindişim ikimiz kelivatsak, bir türküm kattı sahabiler Peygamber aleyhisselamның işigi aldıda turuşuptu. Biz ulanın aralıkını kesip ötüşünü yaman görüp bir öyge kirip olturduk. Tosattin ula Kur'an'ның bir ayetini okup o toğırlıq talaş tartış kılışıp kaldı. Hatta ulanın avazları yukarı çıkışkı başladı.
Shu chaqda payg'ambar alayhisalom ochiqlangan holatda chiqib keldi. Ochiqdan uning yuzi qizirib ketgan edi. U ularga to'p chechib mundoq dedi: "Ey odamlar, o'zinglarni besivlanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'zlarining payg'ambarlari bilan qarshilashganligi, ularga nozil qilingan kitoblarning ba'zi joylari bilan ba'zi joylarini qarama-qarshi qilganliklari uchun, ya'ni bu yer bilan u yer qarama-qarshimikin deganligi uchun halok qilingan edi. Qur'onning ba'zi oyatlari yolg'onga chiqarish uchun tushmadi. Haqiqatan uning ba'zi oyatlarini rostga chiqardi. Sizlar uning ichidan bilganinglarga amal qilinglar, bilmaganinglarni biladigan kishilardan so'ranglar." İmam Ahmad Abdullah ibn Amrning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Men bir kuni tushda payg'ambar alayhisalomning qishig'i bordim. Biz o'ltirgan edik. To'satdan ikki kishi bir oyat to'g'risida ixtilof qilib ovozlar barg'ancha ko'tarilib ketdi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Sheksiz sizlardan ilgariki kishilar ularga tushirilgan kitobida ixtilof qilishib qolganligi sabab bilan halok qilinib ketgan" dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Bir xabarni to'liq aniqlamay turib taqitishdan to'sish to'g'risida. Mu'minlarga oid amonliqning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni taqitidi. Alloh bu oyatda har qanday ishni yaxshi aniqlashdan burun uni taqatgan kishini ayblaydi. Chunki u xabarning to'g'ri bo'lmaslik ehtimoli bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi: "Bir kishining anglagan gapining hammasi kishilarga so'zlab berganligi uning yolg'onchiligiga yetarlikdir." Bir kishining anglagan gapining hammasini kishilarga so'zlab berganligi uning yolg'onchiligiga yetarlikdir. İmam Buxoriy va Muslim Mughira ibn Shu'baning mundoq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhisalom undaqmish deyishdan to'sdi. Sahih Muslimda mundoq bayon qilingan: kimiki bir so'zni yolg'onmikin deb turib so'zlasa, u yolg'onchilardan hisoblanadi. Biz bu yerda payg'ambar alayhisalom ayollarini taloq qilib o'tibdi degan gap Umar ibn Xattobga yetganda uning degan so'zini bayon qilamiz. Umarga u so'z yetganda u uydan chiqib masjidga kirdi. Ondan kishilarning shu so'zni deyishayotganligini anglaydi. U chidab tura olmay payg'ambar alayhisalomdan yeniga kirishga ruxsat so'raydi va payg'ambar alayhisalomdan "Sen ayollaringni taloq qilib etdingmi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz "Yo'q" deb javob berdi. Ondan Umar "Allohu akbar" deb takbir etdi. İmam Muslimning rivoyatida mundoq bayon qilingan. Umar mundoq dedi: "Men payg'ambar alayhisalomdan "Sen ularni taloq qilib etdingmi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom "Yo'q" deb javob berdi. Ondan men masjidning eshigida turib, unlik ovoz bilan payg'ambar alayhisalom ayollarni taloq qilib etmabdi deb vaqirdim. Shu chaqda bu oyat tushdi. Mu'minlarga oid amonliqning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni taqitidi. Umar "Men shu ishni aniqlab chiqqichi bo'ldim" dedi. Sizlarning ozg'ini kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketadinglar. Sizlarning ozg'ini kishidan boshqanglar albatta shaytonga ergishib ketadinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Ya'ni mu'minlardan boshqanglar albatta shaytonga ergishib ketadi."
ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ның yolida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allah'ның kuchi eng zo'rdir. Allah'ның jazosi eng qattiqdir. Kimiki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimiki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Yani bir kişi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalam denglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah şeksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Allohdinmi to'g'ri so'zlik kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdinmi sodiq hech kim yo'q. Alloh taolo payg'ambarini jangga yolg'iz chiqishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bandasi va payg'ambari bo'lgan Muhammad aleyhisselamni jangga yolg'iz chiqishga buyurib mundaq deydi. Sen faqat o'zingga javobgarsan. İbn Abu Hatem Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Baro ibn Azibdan yolg'iz bir kishi 100 dushmanga hujum qilsa, u kishi Alloh taolaning o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyatida bayon qilgan kishilarning qatoridan bo'lib qolarmi deb so'radim. Baro ibn Azib yo'q, chunki Alloh taolo payg'ambarini yolg'iz urush qilishga buyurib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning yo'lida jihad qilgan, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgan. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan degan dedi. Kimiki jihaddan yuz o'risa, payg'ambar alayhisalomga hech qanday gunoh yo'q. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning yo'lida jihad qilgan, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgan. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. İmam Ahmad Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Barodin o'zini mushriklarning ichiga otgan, ya'ni o'zi yolg'izli bir necha mushrikqa hujum qilgan kishi o'zini halokatga tashlag'uvchilarning qatoridan bo'lamdi deb so'radim. U yo'q deb javob berib mundaq dedi. Chunki Alloh taolo payg'ambarini avatib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning yo'lida jihad qilgan, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgan. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan degan edi. Ya'ni o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat bo'lsa, sadaqa qilish haqida tushgandir. Mu'minlarni urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Badr kuni payg'ambar alayhisalom ularning saplarini tuzab etib, ularni urush qilishga rag'batlantirib mundaq dedi: sizlar kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga oldiranglar. Mu'minlarni urush qilishga qiziqtirgan nurg'unlagan hadislar bor. Tövendeki hadislar shularning bir nechasidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Kimiki Alloh taolaga va uning payg'ambariga iymon keltirsa, namoz o'qisa, zakot bersa va Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh taolaning yo'lida hijrat qilsin yoki tug'ilgan yerida yashasin. U Alloh taolaning yo'lida hijrat qilsin yoki tug'ilgan yerida yashasin, ya'ni hijrat qilmasin. Alloh taolaning ustiga uni jannatga kirgizish haqliq bo'lib qoladi. Sahabalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz buning bilan kishilarga xo'sh bishorat beraylikmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Shak shubhisizki, Alloh taolo jannatda o'zining yo'lida jihad qilgan kishilar uchun tayyorlagan 100 xil daraja bor. Her iki darajaning orliqi osmon zaminning kengligidek bor. Sizlar Alloh taoladan tilagan vaqtida Firdavs jannatini tilanglar. U jannatning eng esili va eng olisidir. Uning ustida shafaqatlik Alloh taolaning arshi bordir va jannatlarning o'stanglari uningdan etilib chiqadi." İmam Muslim Abu Sa'id Xudri'den Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Ey Abu Sa'id, kimiki Alloh taolaning Rabbi ekanligiga, islomning haqiqiy din ekanligiga va Muhammad aleyhisselamның payg'ambar ekanligiga rozi bo'lsa, uningga jannat vojib bo'ladi." Ondan Abu Sa'id bu so'zdan hayron qilib, "Ey Allohning payg'ambari, menga uni qayta deb bergin" dedi. Peygamber aleyhisselam sözünü qaytlab berib mundaq dedi: "Cennette Allah Teala bendisini 100 derece kötürüdüğün, her iki derecenin ağırlığı osman zeminde keladigan yana bir iş var." Abu Sa'id: "Ey Allah'ın peygamberi, o nimo?" deb so'radi. Peygamber aleyhisselam: "O bolsa Allah Teala'nın yolunda cihat qilishdir" deb javob berdi. Allah'ın kafirlar gücünü to'sidiganligi haqiqatdir. Yani ularni cihatga qiziqtirishing, ularning jangovarligini oshiradi. İslamni qo'g'dash yo'lida chidamliq va savrichan qiladi. Dünya ve ahirette Allah'ın gücü en zordur, Allah'ın cezası en qattiqdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Eğer Allah xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Allah ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi." Yaxshi shafaat va yomon shafaat to'g'risida. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimiki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. İmam Buxoriy va Muslim bu vaqtda payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Shafaat qilinglar, ajrga erishsizlar." Yani yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik bo'yicha Alloh taolo o'zining payg'ambari orqali xohlaganini hukm qiladi. Mujahid ibn Jabar mundaq deydi: "Bu oyat kishilarning o'zaro shafaat qilishi to'g'risida tushgan. Alloh hamma ishga qodirdir." İbn Abbas radhiyallohu anhuma Atiye Qatada ve Matar Varraq qatorliqlarmu mundaq deydi: "Bu oyatdagi qodirdir degan saqlag'uchidir deganlik bo'ladi." Mujahid mundaq dedi: "Guvoh bo'lg'uchidir." Yana bir rivoyatda u mundaq dedi: "Hisob olg'uchidir." Salomga yaxshi javob qaytarish to'g'risida. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuhu denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalam denglar. Ya'ni salomga salom qo'shib qaytarish mustahabdir. O'zini qaytarish farzdir.
İmam Ahmad İmron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Salom qilgan kishi berib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom 10 savob dedi. Yana bir kishi kelib, "Ey Allohning payg'ambari, assalomu alaykum va rahmatulloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Salom bergan kishi o'ltirdi, ondan payg'ambar alayhissalom 20 savob dedi. Yana bir kishi kelib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Ondan u kishi o'ltirdi, payg'ambar alayhissalom 30 savob dedi. Zimmilar, ya'ni musulmonlarga to'lab ularning orasida yaşaydigan Yahudi ve Hristiyanlar. Zimmilarga musulmonlar baldır salam qilmaydi. Ular musulmonlarga boshda salam qiladi. Musulmonlar ularning salomiga javob qaytarganda qo'shib qaytarmaydi. Balki ularga va alayka, ya'ni sana bo'lsin degan so'z bilan javob qaytardi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umardan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Yahudilar sizlarga salom qilganda assalomu alayka, ya'ni sana o'lim bo'lsin deydi. Sizlar ularga va alayka, ya'ni sana bo'lsin degan so'z bilan javob qaytaringlar. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar Yahudi va Hristiyanlarga boshda salom qilmanglar. Sizlar ular bilan yo'lda uchrashib qolganda ularni yo'lning tar yeriga qistanglar. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mu'min bo'lmaguncha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro do'stlik o'rnatmaguncha mu'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarni qilsanglar o'zaro do'st bo'lishadigan bir ishga boshlab qo'ymaymi? Men sizlarni o'zaro do'st bo'lishadigan bir ishga boshlab qo'ymaymi? U ish oranglarda salomni umumlashtirishdir. Alloh sheksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo har bir kishiga uning qilgan ishiga qarab jazo yoki mukofot beradi. Allohdan to'g'ri so'zli kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdan sodiq hech kim yo'q. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Nisa suresinden 87. ayetçe anıldanlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.